Narxını elden aytaman. Videonu görüşdə qiziqliroq bo'lishi uchun 285 million so'mga 2 etaj, 105 metr kvadrat. Her etaji olasizmi? Adresini tushuntiraman, qarang. Bu yerda Farvon to'yxonadan girib kelasiz, asfalt bilan gidada bir 500-600 metr ganingizdan keyin ish yerdagi joyingni. Eldina 5 metr, orqasida bo'lsa 15 metr. Deyarli hamma yeri qurilish osti, orqasida 1 metr, yana ham xota bor. 2 etaj. Uning ichida ko'ramiz. Bu yerga kirganingizdan shuning hol dalan joylashgan. Kattaligi normal, bemalol o'tirib, yeb-ichib yetaverasiz. Aytgancha, uy korobka holatida, ish holatida topshiriladi. Tok montajlari bo'lgan. Bu yerdan bo'lsangiz, bu tarafda ikkinchi etaj chiqib ketish uchun zina qilinadi va zinani tiyinda sanuzul hojatxonani qilasiz. Bu yerda esa detskiy xona. Bu yerda oshxona bo'ladi. Qarang, endi orqa tarafda 1 metr xot bo'ladi, o'zingiz paxsa bilan o'rab olaverasiz. İkinci etajni ko'ramiz. 2 dana sanuzlar planlashtirilgan. Zinagandan keyin imbedam yana bir sanuzul olib berasiz. Qarang, ikkinchi etaj chiqqandan keyin o'ng taraf aylansangiz, bu yerda yana kattagina zal olingan. 2 dana oyna qilingan, ustlari ham strapil bilan, normal strapil bilan bostirilgan. Bu yerda esa yana bir spalni, detskiy. Bu yan tarafda kattalarni spalnisi. Uy shu turishunda topshiriladi. Noda bo'lasiz. Narxini arziydimi? Albatta kommentariyada o'z fikringizni bildirib keting. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilib egasi bilan narx-navosini savdolashib beraverasiz.